Ko'pchilik duoni marosim va odatga aylantirib olishgan. Qofiyalarni kelishtirib, qo'shilaman lekin. marosim bo'lib qoldi-da. Shu o'tiradi, duo qiladi, marosim. Maxsus bir marosimdek ko'rib qoldi. Emas. Duoni o'zini qonun qoidasi, fiqhi bor duoni o'zi. Yurakdan, qalbdan chiqmasa befoyda. Qalbdan chiqqanda hatto til pichirdashi ham shart emas. Shart emas. Zakariya duo qildi qalbidan deydi. Ulamolarimiz aytadi-da, Zakariya qalbidan duo qildi, hatto tili aylanmadi deyapti-da. Va unga Robbisi Yahyoni in'om qildi, ne'mat qilib berdi deyapti. Qalbidan duo qilgan. Chin qalbdan duo qilish kerak. Duoni eng katta fiqhi qalbdan chiqish kerak. Arabiymi, forsiymi,